Assalomu alaykum hurmatli YouTube kuzatuvchilari va Kaliforniya va murtvalcha muxlislari. Yagamiz biznesiga va Kaliforniya chuvalchaga qiziquvchi o'rtoqlar. Mana shunday o'ta sifatli 100% tayyor bo'lgan yagamislar qanday yetishtiriladi, chuvalchani qanday ko'paytirish sirlarini o'rgatib o'tamiz. Videodan uzoqlashmang, mana shunday sifatli yagamislar qanday yetkaziladi, qanday yetishtiriladi mana shunday o'ta sifatli granul shaklda yagamislar tayyor bo'lgan. Qiziquvchi o'rtoqlar like tugmachalarini bosib qo'yamiz. Kommentariyada o'z fikrlaringizni qoldirasizlar. Mana shunday sifatli granul shaklida yagamislarimizda ekran nomerlar qo'yib qo'yamiz. Bemalol murojaat qilishingiz mumkin. O'ta sifatli yagamislar. O'ta granul shaklda qilib tashlagan. Qiziquvchi o'rtoqlar like tugmachalarini bosib qo'yamiz. Bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Mana shunday chuvalchanglar qanday ko'paytiriladi, yagamislar qanday sifatli tayyorlanish sirlarini o'rgatib o'tamiz. Mana tomonda chuvalchanglarimiz bor. Qiziquvchi o'rtoqlar bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Bizda hamisha jaydarcha video, montaj yo'q. Videoda har xil kamchilik bo'lsa oldindan uzr so'raymiz. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.